Bugungi kunda Sovet davrida qurilgan uylar ko'pincha tanqid qilinadi. Tor yo'laklar, aylanishga joy yetishmasligi, tutash xonalar juda kichik xommo. Ammo bu rejalashtirishlar tasodifiy yoki noto'g'ri qarorlar natijasi emas. Aksincha, ular o'z davrining ijtimoiy, iqtisodiy va mafkuraviy talablari asosida puxta ishlab chiqilgan. Sovet davri arxitekturasida uy inson hayotining asosi sifatida emas, balki ish smenalari orasidagi qisqa dam olish joyi sifatida qaralgan. Insonning asosiy vaqti ishlab chiqarishda, zavodda yoki muassasada o'tgan. Uy esa uxlash, ovqatlanish va gigiyena ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli bo'lishi kerak bo'lgan. Eng qizig'i, o'sha paytlarda qulayliklar soniyalar bilan o'lchangan. Planirovka jarayonida arxitektorlar hatto odam og'ir sumkalar bilan kirish eshigidan oshxonagacha necha soniyada yetib borishini hisoblashgan. 10 soniyadan ortiq yo'l noo'rin deb baholangan. Natijada qisqa va tor yo'laklar paydo bo'lgan. Xonalarning tutash bo'lishi ham aniq mantiqqa ega. Har bir qo'shimcha devor bu foydali maydonning qisqarishi demakdir. Bitta kvartirada bu kam sezilishi mumkin, ammo butun bino miqyosida bu juda katta yo'qotishlarga olib kelardi. Shuning uchun xonalar o'rtasidagi devorlar minimal darajada qoldirilgan. Hammomga keladigan bo'lsak, alohida yashash maydoni sifatida emas, balki texnik jarayon sifatida loyihalangan. Kirish, yuvinish va chiqish, hech qanday kenglik, saqlash joylari yoki qulaylik tushunchasi mavjud bo'lmagan. Nega bugun bu uylar noqulay tuyuladi? Asl muammo arxitekturada emas, balki inson ehtiyojlarining o'zgarishida. Bugungi kunda uy bu dam olish joyi, ishlash muhiti, mehmon kutish makoni, shaxsiy hudud. Sovet davri uylarida esa bu funksiyalar nazarda tutilmagan. Ular inson hayoti uchun emas, tizim ehtiyojlari uchun planirovka qilingan. Shuning uchun eski rejalashtirishni zamonaviy hayotga moslashtirish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir.